Super to'qnashuvlarni o'tkazib yubormang. Chempionlar Ligasining nimchorak final bosqichi javob o'yinlari turkumidan bugungi tundagi bir qator qiziqarli bahslar futbol muxlislarini intizorlik bilan kutyapti. Ularning orasida eng markaziylaridan Barselona o'z maydonida Newcastle ni mehmon qiladi. Qiziqarli markaziy uchrashuv O'zbekiston vaqti bilan 18-mart kechki soat 22:45 dan boshlab start oladi. Bilasiz, Angliyada bo'lib o'tgan uchrashuvda 1-1 natija qayd etilgan. Barchasi bugun Camp Nou'da hal bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Chorak finalga Barselona yoki Newcastle qaysi klub yo'l oladi? Yana bir qiziqarli qarama-qarshilik tungi soat 01:00 dan boshlab start oladi. Anfield o'yingohida Liverpool Galatasaray klubini mehmon qiladi. Dastlabki uchrashuv Turkiyada, bilasiz, Rams Parkda Liverpoolni mag'lub etgan Galatasaray. O'zi bu klubni mag'lub etish Galatasaray uchun unchalik qiyin emas, lekin Anfieldda barchasi o'zgarib ketishi mumkin. Qolgan bahslarni, anonslarni suratda ko'rishingiz mumkin. Taxminlarni izohlarda kutib qolaman.